Qishning qahraton sovuqligi boshida odamni cho'chitadi, ammo bir umid, ilinj bor. Sabrli, chidamli bo'lsak, bir kun go'zal bahor kelishi, kunlarning iliy boshlashi, ko'ngilga xush yoqishi aniq. Lekin Mo'g'inurning hayotida o'sha umidning o'zi yo'q. Unga shunchalar qilishdiki, hayoti Shimoliy Sibirning sovuq qorlaridek, Antarktidaning erimas muzlaridek. Shunchalar sovuqki, u yerdan chiqib ketishning, issiq o'lkalarga yetishning iloji yo'q. Bu ushalmas orzu sarobdek. Go'yo unga bu hayotini o'sha insonlar taqdim etgan-u istagancha boshqarishga haqlari bordek. Iymon nima, vijdon nima, qalb go'zalligidan mahrum bu kimsalar Alloh bergan betakror umrini mazmunsiz qilishib, o'zlarining jirkanch maqsadlari, jinoyatkorona rejalari yo'lida uni qurbon qilishmoqchi bo'lishdi. Alloh sabrlilar bilan birgadir va shuning uchun ham bunday qabihliklarga qodir, insoniylikni unutgan, to'g'rirog'i bilmaydiganlar ichidan uni omon saqlagandir. Chunki u haq uchun, adolat uchun kurashuvchi bo'lib yo'lga chiqdi. Yaratgan uni har lahzada asrab, avaylab, sabrla, ofiyatla bezagan ko'yi uni aslo yolg'iz emasligini qalbiga solib, oldinga intilishga undardi. Yaratganning mehru muhabbatini his qilgani uchun ham u oxirigacha borishga majbur. Kelin bo'lib borgan ilk lahzalardanoq sizni sovuq muomala bilan kutib olishsa, bu insonga qattiq ta'sir qilishini va ruhiy ezilishlarga olib kelishini bilasizmi? Buni faqat o'sha hayotni yashab o'tganlar, boshidan kechirganlar biladi.